Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan hammamiz uchun muhim bo'lgan, ko'pchilikni tashvishga solishi mumkin bo'lgan va zudlik bilan e'tibor talab qiladigan bir masala haqida gaplashmoqchiman. Sizning ko'p yillik mehnatingiz evaziga erishgan mol-mulkingiz, uyingiz, yer uchastkangiz xavf ostida qolmasligi uchun hozirdanoq tayyor turishingiz kerak bo'ladi. Bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki aniq ko'rsatma va harakatga undovchi chaqiriqdir. Shu sababli videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hoziroq kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosing va like qo'yishni unutmang. Chunki siz eshitadigan ma'lumotlar sizning kelajagingizni belgilab berishi mumkin. Muammo mohiyati. Qadimdan beri bizda mulkchilik munosabatlari biroz soddaroq, qog'ozbozlikka asoslangan tizimda yuritilar edi. Odamlar o'z uylarini, yer uchastkalarini sotib olishganda yoki meros qilib olganda, ularning egaligi haqidagi ma'lumotlar mahalliy hokimiyat organlari, qishloq fuqarolar yig'inlari yoki notariuslar tomonidan berilgan qog'oz hujjatlarda aks etardi. Bu hujjatlar ko'pincha turli xil ro'yxatga olish kitoblarida yozilar, arxivlarda saqlanardi. Ba'zida esa ushbu qog'ozlar faqatgina bir nusxada bo'lib, ularni yo'qotish yoki shikastlanishi mulkdor uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin edi. O'sha paytda mulkni sotish, hadya qilish yoki boshqa bitimlar tuzishda ko'pincha ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan ushlab amalga oshiriladigan an'anaviy usullar keng tarqalgan edi. Ya'ni hujjatlar har doim ham to'liq rasmiylashtirilmasdi. Ba'zan eski ma'lumotlar ba'zilarida xatolar bo'lishi yoki umuman ma'lumotlar mavjud bo'lmasligi mumkin edi. Mulkchilikka oid nizo kelib chiqqanda uzoq davom etgan sud jarayonlari, guvohlarni izlash va eski qog'oz hujjatlarni topish uchun anchagina vaqt va kuch sarflanardi. Bugun esa vaziyat butunlay o'zgardi. Biz raqamli asarda yashayapmiz va hukumatimiz tomonidan ko'chmas mulkni raqamlashtirish dasturi nomli ulkan loyiha ishga tushirildi. Bu dastur barcha ko'chmas mulk ma'lumotlarini yagona, markazlashtirilgan elektron bazasiga kiritishni nazarda tutadi. Maqsad juda aniq va ravshan. Mulkchilik munosabatlarida shaffoflikni ta'minlash, bürokratiyani kam oldini olish va mulkdorlarning huquqlarini ishonchli himoya qilish. Endi sizning uyingiz, yer uchastkangiz yoki boshqa ko'chmas mulkingiz haqidagi barcha ma'lumotlar nafaqat qog'ozda, balki elektron tizimda ham mavjud bo'lishi shart. Agar ma'lumotlar elektron tizimda mavjud bo'lmasa, kelgusida bu mulk bilan bog'liq har qanday huquqiy bitimlarni amalga oshirishda jiddiy to'siqlarga duch kelishingiz mumkin. Bu shunchaki bir qulaylik emas, balki yangi davr talabidir, majburiy talabdir desam mubolag'a bo'lmaydi. Batafsil tahlil nimalarni bilish kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar aynan kimlarga tegishli? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishlari kerak va nimalarni bilishimiz lozim? Birinchidan, bu dastur har bir fuqaro uchun dolzarb. Agar sizning nomingizda birorta ko'chmas mulk bo'lsa, demak bu ma'lumot sizga tegishli. Kimlar ayniqsa xavotirlanishlari kerak? Bir eski qog'oz hujjatlarga ega bo'lganlar. Agar sizning mulk egaligingiz faqatgina Sovet davrida berilgan orderlar, eskidan qolgan notarial tasdiqlangan shartnomalar yoki hokimiyat qarorlari bilan rasmiylashtirilgan bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. Ko'pincha bunday hujjatlar bitta nusxada bo'ladi. Ularni topish qiyin. Ba'zan esa ulardagi ma'lumotlar bugungi standartlarga mos kelmaydi. Misol, qishloqda yashovchi 75 yoshli Oysha momo o'z uyini 1978-yilda erdan meros qilib olgan. Uning qo'lida faqatgina qishloq fuqarolar yig'ini tomonidan berilgan qo'lyozma nusxadagi bir qog'oz mavjud. Bu qog'ozda uyning maydoni aniq ko'rsatilmagan, faqatgina Oysha momoning uyi deb yozilgan. Hozirgi kunda bu hujjat bilan mulkning haqiqiy egaligini tasdiqlash juda qiyin bo'ladi, chunki elektron bazada bu haqda hech qanday ma'lumot yo'q. Agar Oysha momo bu uyini farzandlariga o'tkazib bermoqchi bo'lsa, oldin hujjatlarni to'g'rilashi, uyning kadastr raqamini olishi va uni elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazishi shart. Agar buni hozirdan boshlamasa, kelajakda uyni sotish yoki hadya qilish jarayoni yillariga cho'zilishi hatto imkonsiz bo'lib qolishi mumkin. Uning misolida, agar yangi tizimga o'tish muddati belgilansa va u bu muddatni o'tkazib yuborsa, uyning egaligini isbotlash uchun sudga murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Bu esa juda katta xarajat va stressni keltirib chiqaradi. 2. Mulk egaligini rasmiylashtirmaganlar yoki to'liq hujjatlashtirmaganlar. Ba'zan odamlar uyni nafaqat qonuniy sotib olgan, balki uni qurib
lekin tegishli organlarda ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lishi mumkin. Yoki qo'shimcha bino qurib, uni rasmiylashtirmaganlar. Qonunchilikka ko'ra bunday holatda mulk egasi bo'lib hisoblanmaysiz. Misol, Toshkent shahridagi bir oila 2005-yilda eski hovlini sotib olib, uning o'rniga zamonaviy uy qurgan. Lekin ularning sotib olish shartnomasi faqatgina eski hovliga tegishli bo'lgan. Yangi qurilgan uyni kadastr organlarida rasmiylashtirish jarayonini turli sabablarga ko'ra kechiktirib kelishgan. Endi esa yangi tizim sharoitida bu uy ularning nomida rasman mavjud emas. Agar hozirda tezkor choralar ko'rilmasa, ularning qurgan uyi qonuniy nuqtai nazardan o'zboshimchalik bilan qurilgan bino hisoblanishi mumkin. Bu esa kelajakda uyini ipoteka kreditiga garovga qo'yish, sotish yoki meros qoldirishda juda katta muammolarni keltirib chiqaradi. Hatto ma'lum bir muddatdan keyin hukumat tomonidan belgilangan tartibda buzib tashlash to'g'risida qaror ham qabul qilinishi mumkin, agar qurilish qoidalari buzilgan bo'lsa. Ularga hozirda kadastrga murojaat qilib, uyning yangi texnik pasportini olish va mulk egaligini rasmiylashtirish talab etiladi. Mulk hujjatlarida nomuvofiqliklar mavjud bo'lganlar. Mulkning egasi pasportidagi ism, familiyasi yoki tug'ilgan sanasi hujjatdagi ma'lumotlar bilan mos kelmasligi mumkin. Yoki mulkning manzili, maydoni yoki boshqa xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar hujjatlar orasida farq qilishi mumkin. Misol, Farg'onalik Akmal akaning uy-joy hujjatlarida uning ismi Akmaljon deb yozilgan, pasportida esa Akmalda deb. Bu kichikdek tuyulgan nomuvofiqlik raqamli tizimga kiritishda katta to'siq bo'ladi. Chunki elektron baza shaxsiy ma'lumotlarning aniq va bir xil bo'lishini talab qiladi. Shu sababli Akmal aka dastlab FHDYO bo'limiga murojaat qilib, o'zining ismidagi nomuvofiqlikni bartaraf etishi, so'ngra mulk hujjatlariga tuzatish kiritishi zarur. Aks holda elektron ro'yxatdan o'tish jarayoni to'xtab qolishi va u kelajakda o'z mulki bilan hech qanday operatsiyalarni amalga oshira olmasligi mumkin. Uning holatida bu jarayon qo'shimcha bir oyga cho'zilishi va bir necha davlat bojlari to'lashga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. 1. Oxirgi 5-10 yil ichida mulkni rasman sotib olganlar yoki ro'yxatdan o'tkazganlar. Agar siz yaqinda, ya'ni so'nggi yillarda, masalan, 2015 yildan keyin uy, kvartira yoki yer uchastkasini notarial tartibda sotib olgan bo'lsangiz va kadastr xizmatida ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz yangi elektron bazaga avtomatik tarzda kiritilgan bo'lishi mumkin. Bunda sizning xavotir olishingizga hojat yo'q. Lekin shunga qaramay, mulk hujjatlaringizning to'liqligini va ularning elektron tizimda aks etganligini tekshirish foydadan xoli bo'lmaydi. Misol, Samarqandlik Javohir 2019 yilda yangi kvartira sotib olgan. Bitim notariusda rasmiylashtirilgan va kadastr organlarida ro'yxatdan o'tkazilgan. Uning barcha ma'lumotlari allaqachon elektron tizimga kiritilgan. Javohir davlat xizmatlari markaziga borib yoki mybank.uz portali orqali o'zining mulk hujjatlarini tekshirganida hamma ma'lumotlar joyida ekanligiga amin bo'lishi mumkin. U hatto o'z kvartirasining elektron texnik pasportini ham yuklab olishi mumkin. Bu holatda unga hech qanday qo'shimcha harakatlar qilish shart emas. 2. Yangi qurilgan binodan kvartira sotib olganlar. Agar siz yangi qurilgan uydan kvartira xarid qilgan bo'lsangiz va qurilish kompaniyasi barcha hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirgan bo'lsa, siz ham tinch bo'lishingiz mumkin. Ko'pincha bunday holatlarda barcha kadastr va egalik hujjatlari avtomatik ravishda yangi tizimlarga kiritiladi. Misol, Buxorolik Dilnoza 2020 yilda qurilgan ko'p qavatli uydan kvartira sotib olgan. Quruvchi kompaniya barcha tegishliliklarni to'g'ri rasmiylashtirgan va kvartira uning nomiga yagona elektron tizimda ro'yxatdan o'tkazilgan. Dilnozaga esa faqatgina shartnoma va texnik pasportning elektron versiyasi yetarli bo'ladi. U ham mybank.uz orqali o'z mulkining holatini tekshirib ko'rishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, hatto xavotirlanishga, hatto hojat bo'lmagan toifadagi fuqarolar ham o'z mulk hujjatlarini bir bor tekshirib qo'yishlari zarur. Bu oddiygina bir tekshiruv kelajakdagi ko'p muammolarning oldini olishga yordam beradi. Istisnolar, to'siqlar va kutilmagan nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi raqamli tizimda ham istisnolar, kutilmagan qiyinchiliklar va nozik nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'p bosh og'riqlardan xalos qiladi. 1. Yo'qolgan hujjatlar. Agar sizning mulk hujjatlaringiz yo'qolgan bo'lsa, vahima tushishga shoshilmang. Bu holatda siz birinchi navbatda tegishli arxivlarga,
ya'ni mulkni rasmiylashtirgan organning arxiviga murojaat qilishingiz kerak. Ko'pincha notarial idoralarning yoki hokimiyat organlarining arxivlarida sizning mulkingizga oid hujjatlarning nusxalari saqlanadi. Agar ulardan nusxa topishning imkoni bo'lmasa, ommaviy axborot vositalarida, masalan, mahalliy gazetalarda hujjat yo'qolganligi haqida e'lon berishingiz va so'ngra davlat xizmatlari markazlari orqali yoki bevosita kadastr organlariga murojaat qilib, hujjatni tiklash jarayonini boshlashingiz mumkin. Ba'zi hollarda sud orqali mulk egaligini tasdiqlashga ham to'g'ri keladi. Bu jarayon bir necha oydan bir yilgacha cho'zilishi mumkin. Ikki umumiy egalikdagi mulklar, bir nechta shaxsga tegishli bo'lgan uy-joylar yoki yer uchastkalari, ya'ni umumiy ulushli mulk egalari ham o'z hujjatlarini sinchiklab tekshirishlari shart. Har bir mulkdorning ulushi aniq belgilangan va hujjatlashtirilgan bo'lishi kerak. Agar ulushlar aniq belgilanmagan bo'lsa, kelajakda nizo kelib chiqish ehtimoli yuqori. Misol, aka-uka bir uyda yashaydi, uy ularga ota-onasidan meros qolgan. Lekin merosni rasmiylashtirishda ulushlari aniq belgilanmagan, shunchaki umumiy mulk deb yozilgan. Endi yangi tizimda har birining ulushi qancha ekanligini aniq belgilab, notarial tasdiqlashlari lozim. Aks holda ulardan biri o'z ulushini sota olmasligi yoki garovga qo'ya olmasligi mumkin. Bu uchun ular notariusga murojaat qilib, mulkni ulushlarga ajratish yoki ulushni belgilash haqida kelishuv tuzishlari lozim bo'ladi. 30. Oldingi egasining xatolari. Ba'zan siz mulkni sotib olganingizda oldingi egasining hujjatlarida yoki ro'yxatdan o'tkazish jarayonida xatoliklar bo'lishi mumkin. Bu xatolar sizning mulk egaligingizni rasmiylashtirishda muammo tug'dirishi mumkin. Bunday holatlarda sizga professional yurist yordami kerak bo'ladi. Ular eski xatolarni aniqlab, ularni tuzatish bo'yicha maslahat beradi. Ba'zi hollarda sudga murojaat qilish ham zarur bo'lishi mumkin. Misol, bir kishi uy sotib olgan, lekin keyinchalik ma'lum bo'lishicha, oldingi egasi uyning bir qismini noqonuniy ravishda qurib, uni rasmiylashtirmagan. Endi uyning butun maydoni notarial hujjatlardagi maydonga mos kelmaydi. Yangi egasi bu muammoni hal qilishi kerak. Bu uchun u kadastr organlariga murojaat qilib, noqonuniy qismini rasmiylashtirish yoki qonuniy choralar ko'rishga majbur bo'ladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va vaqt talab qiladi. 4. Vakolatnomalar va xorijdagi mulklar. Agar siz mulkingizni ishonchli shaxs orqali boshqarayotgan bo'lsangiz, vakolatnomangizning muddati va qonuniyligini tekshiring. Raqamli tizimda vakolatnomalar ham elektron shaklda mavjud bo'lishi talab qilinishi mumkin. Shuningdek, agar sizning xorijda mulkingiz bo'lsa, bu yangi tizim to'g'ri ta'sir qilmaydi. Lekin O'zbekistondagi mulkingizni rasmiylashtirishda sizga ishonchli shaxs vakil kerak bo'ladi. Xorijdan berilgan vakolatnomalar esa apostil yoki legallashtirishdan o'tishi shart. 5. Yashirin xarajatlar. Hujjatlarni tiklash, nomuvofiqliklarni bartaraf etish yoki yangi texnik pasport olish jarayonida davlat bojlari, texnik xizmatlar uchun to'lovlar kabi yashirin xarajatlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday harakatni boshlashdan oldin barcha mumkin bo'lgan xarajatlarni aniqlab olishni maslahat beraman. Ba'zi xizmatlar bepul bo'lsa-da, ba'zilari uchun ancha miqdorda pul to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, bir uyning texnik pasportini yangilash uchun 300.000 so'mdan 1.000 so'mgacha pul ketishi mumkin, mulkning maydoni va joylashgan joyiga qarab. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qism sizning aniq harakatlar rejangiz. Tayyorgarlik deganda aynan nima qilish kerakligini tushuntiraman. Hujjatlaringizni to'plang va tekshiring. Birinchi qadam bu sizning barcha ko'chmas mulk hujjatlaringizni bir joyga to'plash. Bu kadastr pasportlari, mulkni sotib olish-sotish shartnomalari, hadya shartnomalari, meros guvohnomalari, hokimiyat qarorlari, orderlar va boshqa har qanday mulk egaligini tasdiqlovchi qog'ozlar bo'lishi mumkin. Keyin esa ularni diqqat bilan o'rganib chiqing. Quyidagilarga e'tibor bering. Mulkning egasi sifatida sizning ism-familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri yozilganmi? Mulkning manzili, maydoni, qavatlar soni kabi asosiy ma'lumotlar hujjatlarda aniq ko'rsatilganmi? Hujjatlarda biron bir xatolik, o'chirishlar yoki tuzatishlar bormi? Agar bo'lsa, ular tasdiqlanganmi? Hujjatlar yangi namunadagi kadastr pasportiga egami? Agar eski namunadagi qog'oz pasport bo'lsa, sizga yangilash kerak bo'ladi. 2. Mulkning elektron bazadagi holatini tekshiring.
Sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar yagona elektron tizimda mavjudligini bilish uchun ikki xil yo'l bor. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. O'zingizga eng yaqin bo'lgan davlat xizmatlari markaziga pasportingiz va mulk hujjatlaringiz bilan boring. U yerdagi operatorlarga mulkingiz haqidagi ma'lumotlarni elektron bazadan tekshirishni so'rang. Ular sizga mulkingizning elektron kadastr raqami agar mavjud bo'lsa va uning tizimdagi holati haqida ma'lumot berishadi. Bu xizmat odatda bepul. Bu MyBokkub.uz portali orqali. Agar sizda elektron imzo mavjud bo'lsa, MyBokkub.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga kirib, ko'chmas mulk obyekti to'g'risida ma'lumot olish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda siz o'z shaxsiy kabinetingiz orqali mulkingiz haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni ko'ra olasiz va hatto elektron texnik pasportni yuklab olishingiz mumkin. 3. Agar ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa yoki mavjud bo'lmasa, harakat qiling. Agar tekshirish jarayonida biror nomuvofiqlik aniqlansa yoki sizning mulkingiz haqidagi ma'lumotlar elektron bazada umuman topilmasa, quyidagi amallarni bajaring: kadastr organlariga murojaat qilish. Siz Davlat kadastrlar palatasining hududiy bo'limlariga ilgari yer resurslari va kadastr deb atalgan bevosita murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizga mulkingizni raqamlashtirish yoki hujjatlardagi xatolarni tuzatish bo'yicha aniq yo'riqlar beriladi. Sizdan ariza yozish talab qilinadi. Ariza yozish odatda kadastr organlarida arizaning standart shakli mavjud bo'ladi. Siz unda o'zingizning pasport ma'lumotlaringizni, mulkning manzilini, hozirgi holatini va nima sababdan murojaat qilayotganingizni, masalan, mulkni raqamlashtirish, texnik pasportni yangilash yoki hujjatdagi xatoni tuzatish ko'rsatishingiz kerak. Kerakli hujjatlar odatda sizdan pasportingiz nusxasi, mulkni tasdiqlovchi barcha eski hujjatlar, asal nusxasi va nusxalari, oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotnoma ba'zi hollarda va boshqa qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning nusxalarini oldindan tayyorlab qo'ying. B. Notarial idoraga murojaat qilish. Agar mulk egaligini tasdiqlovchi hujjat yo'qolgan bo'lsa yoki meros bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, notarius sizga merosni rasmiylashtirish, mulkni bo'lish yoki yo'qolgan hujjatlar bo'yicha maslahat beradi va tegishli hujjatlarni tayyorlashda yordam beradi. Ba'zi hollarda notarius sizni sudga yo'naltirishi mumkin. J. Yurist maslahati. Agar vaziyat murakkab bo'lsa, masalan, mulkning egaligi bo'yicha nizo bo'lsa, kadastr hujjatlarida jiddiy xatolar mavjud bo'lsa yoki sizning holatingiz istisnolar qatoriga kirsa, malakali yurist maslahatidan foydalaning. Bu sizga vaqt va mablag'ni tejashga yordam beradi. Chunki yurist qonunchilikning barcha jihatlarini biladi va eng to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. 4. Muddati va harakatlar ketma-ketligi. Harakatlaringizni kechiktirmang. Hukumat tomonidan belgilangan oxirgi muddatlar bo'lishi mumkin. Ularni o'tkazib yuborish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi qadam har doim mulk hujjatlaringizni to'plash va tekshirishdan boshlanadi. So'ngra Davlat xizmatlari markazi yoki MyBokkub.uz orqali holatni aniqlash. Shundan keyingina natijaga qarab yuqorida aytilgan kadastr, notarius yoki yuristga murojaat qilish. Har bir bosqichning o'z muddati bor. Shuning uchun sabrli bo'ling va barcha talablarni to'liq bajaring. Ba'zi bir xizmatlar uchun ish kunidan o'ttim ish kunigacha vaqt ketishi mumkin. Yakuniy xulosa aziz do'stlar, bugungi videoda men sizlarni ko'chmas mulk egaligini raqamlashtirish bilan bog'liq yangi vaziyatga tayyorlanishga chaqirdim. Bu shunchaki bir tavsiya emas, balki sizning mol-mulkingizni himoya qilishga qaratilgan muhim zaruratidir. Hujjatlaringizni tartibga soling, ularning holatini tekshiring va agar kerak bo'lsa, zudlik bilan tegishli choralarni ko'ring. Kechiktirish qiyinchiliklarni yanada kuchaytiradi va ko'proq vaqt va mablag' talab qiladi. Shuning uchun bugundan boshlab harakat qiling. Bu mavzu bo'yicha sizning fikringiz qanday? Sizning mulk hujjatlaringizda biror nomuvofiqlik bor edimi? Ularni qanday hal qildingiz? Fikrlaringizni va tajribalaringizni sharhlar qismida yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelajakda ham shunga o'xshash muhim va dolzarb ma'lumotlar bilan bo'lishda davom etamiz. O'zingizni va mulkingizni asrang. E'tiboringiz uchun rahmat.